Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun Manhattan Aralni sizlarga tanishtirish bilan birga sevirchanlik to'g'risida o'zimning izlanganlarini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Hamda rasmiy temaga kelishdan burun men Manhattan Aral to'g'risida ozroq tushuntirish berib o'tay. Manhattan Arali New York şəhəriga təbə 5 rayonning biri bo'lib, u New York şəhərininki eng muhim qismi hisoblanadi. U to'rt tarafi suv bilan qorishilib turgan bir orol bo'lib, uning shimoliy tarafi Hudson daryosininki ikkiga bo'linish nuqtasiga to'g'ri keldi. G'arbida bo'lsa Hudson daryosining to'van iqimi bor. Şərqi tərəfi Hudson daryasından bölünген Şərqi daryo deb atalgan daryo bor. Manhattan'ninki janubi yuqorida tilga ilingan daryolarninki dengizga tutashgan qo'ltaq qismi bo'lib, bevosita Atlantik okeanga tutishidi. Butun orol 87 kvadrat kilometr cho'nliqda bo'lib, uniki aylanmasi 52 kilometr. Ko'pincha joylarda suvni bo'ylab piyoda mangadigan yo'l bor. Men shu yo'l mengishni nihoyat yaxshi ko'rgachga, bo'sh vaqtlarimda asosan shu Manhattanni aylanadigan shu yo'llarda yo'l yuraman. Tövende men yuqori tilga olgan sevirchanlik to'g'risida o'zimning izlanganlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Endi bu sevirchanlik degan vaqtida u insonlarning biri o'ngishsizlik, kelishmaslik, qiyinchilik yoki tasodifiy voqealarga duch kelgan vaqtida uningga sovuqqonlik bilan muomala qilib, ko'ngilni yerim qilmaslik, ochiqlanmaslik iqtidori bo'lib, ya'ni insonlarningki shundaq ahvollarga duch kelgan vaqtida ko'ngilni yerim qilmaslik va ochiqlanmaslik iqtidori bo'lib, u yana o'zini kontrol qilish, chidamliq bo'lish, tamkin va salmoq bo'lish, atrofliq o'ylanish, o'zini va boshqalarni ayblamaslik, yuz bergan ahvoldan yoki krizisdan saboq olib, uni keyingi ishlar uchun xizmat qildirish degandek qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Sevirchan kishilarningki kayfiyati nisbatan turaqliq bo'lib, salbiy his tuyg'ulardan xoli. Sevirchan inson sevirchanlik bilan turmushdagi besim va qiyin ahvollarni bartaraf qilishga vaqt qazanib, ularni texmi yaxshi bartaraf qilishga tayyorlik qila oladi. Sevirchan kishilar sovuqqon va tamkin bo'lg'achqa oson ochiqlanmaydi. Sevirchan kishilar biror ish qilgan vaqtida yoki biror qaror olgan vaqtida atrofliq o'ylang'achqa qilgan ishi yoki olgan qarordan osonlikcha pushaymon qilmaydi. Mag'lubiyatga salqin muomala qiladigan bo'ldi. Undaqda bu sevirchan bo'lishninki bizningki bu ruhiy, jismoniy sog'lomligimizga va kundalik turmushimizga qandaq foydalari bor degan vaqtida uningki foydasini men tövendikidek bir necha tarafga yakunlab chiqdim. Birinchisi, sevirchanlik bizning o'ylash, his qilish va harakat qilishimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, sevirchanlik biz duch kelgan besimni qandaq bir taraf qilishimizga, boshqalar bilan qandaq munosabat o'rnatishimizga, to'g'ri va oqilona qaror ilishimizga yordam berdi. Uchinchisi, sevirchanlik bizning texmi yaxshi anglag'uchi bo'lishimizga yordam berdi. Natijada biz atrofidagilar bilan yaxshi
atrofimizdagilar bilan yaxshi munosabat o'rnata olamiz va boshqalarning hurmatiga erisha olamiz. To'rtinchisi, sabrchanlik bizning yangi, murakkab va qiyin bo'lgan mahoratlarni, yangi bilimlarni o'rganishimizga yordam berdi. Sabrchanlik, beshinchisi, sabrchanlik bizning jiddiy vaziyatga taqobil turishimizga yordam berdi. U har xil bisimlarni töveletib, bizning chidamliqimizni oshirdi. Oltinchisi, sabrchanlik bizning kayfiyatimizning asliga kelishini yuqori ko'tarib, ichki tinchlik tuyg'umizni yetildirishga yordam berdi. Yettinchisi, sabrchanlik bizning ochiq qilinish, g'azablanish yoki talvilik qilish qatorliq passiv hissiyotlarimizni to'nib yetishimizga va o'zimizni kontrol qilishimizga yordam berdi. Sakkizinchisi, sabrchanlik bizning masalalarni texmo atrofliq o'ylanishimiz va ularni unumli hal qilishimizga yordam berdi. To'qqizinchisi, sabrchanlik bizning zehnimizni texmo o'stirishimizga, hissiy aqlimizni texmo yuqori ko'tarishimizga va o'zimizni qadrlashimizga yordam berdi. 10-si, sabrchanlik bizning uzun muddatlik nishonimizni yaxshi planlashga va umid qilgan orzuyimizga yetishimizga yordam berdi. 11-si, sabrchanlik bosh og'rish, donixo'rak va ichki surishga o'xshash ba'zi jismoniy kasalliklarning alomatlarini pasaytishga, kasallikni yaxshi kontrol qilishga yordam berishi mumkin. 12-si, sabrchan kishilarda umidsizlik va tushkunlik qatorliq salbiy his tuyg'u oz bo'ladi. Xomushlik kasaliga oson giriftor bo'lmaydi. 13-si, sabrchanlik izchillikning asosi bo'lib, izchillik muvaffaqiyat qozonishning asosidir. Sabrchan kishilar har qanday ish qilgan vaqtida uni izchil davom qila oladi. Ya'ni sabrchanlik izchillikka kafolat qildi. Izchil bo'laman degan odam cho'qim sabrchan bo'lish kerak. 14-si, sabrchanlik insonlarni texmi ma'qul va chiqishqoq qiladi. Liderlarga nisbatan, ya'ni tashkilot boshliqlari yoki liderlarga nisbatan sabrchanlik boshqalarni qoyil qilishda va o'ziga agashtirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. 15-si, sabrchanlik hozirgi uchqandek tiz o'zgarayotgan dunyoda bizning qadimimizni osiltib, har minutimizni qadrlashimizga yordam berdi. Bu texmi sog'lom xizmat, turmush tangpongligi uchun bakla muhim. Yuqoridagilar bu sabrchanlikningki foydasi bo'lib, tövəndə men uning aksi bo'lgan taqatsizlik to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Undaqda bu taqatsizlik, ya'ni sabrchanlikning ta'siri bo'lgan taqatsizlikningki hayotimizga ilib kelgan passiv ta'sirlar nimalardan iborat degan vaqtida, birinchidan taqatsizlik atrofimizdagilar, hatto yaqin do'st, birodar va urug' tuqqanlar orasida ziddiyat paydo qilishi, shundaqla munosabatga salbiy ta'sir yetkazib, pushaymon qilishni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, taqatsizlik besim paydo qilib, jismoniy va ruhiy sog'lomlikqa salbiy ta'sir paydo qildi. Uchinchisi, taqatsizlik kortisol va adrenalinga o'xshash besim hormonlarini ajratib chiqarib, qon tomirlarning tarishini va oshqozon kislotasini oshirdi. Bu bosh og'riq, donixo'rak, oshqozon yorisi, yuqori qon besimi va semizlik
qatarlıq bir qism binormal ahvollarni keltirib chiqardi. To'rtinchisi, taqatsizlik, oson ochiqlanish, tashvishlanish, talvilik va g'azablanishni paydo qiladigan bo'lib, u pushaymon qiladigan gap so'z va ishlarga sabab bo'lishi mumkin. Beshinchisi, taqatsizlik yurak va uyqu binormalligi xavfini oshirib o'tishi mumkin. Oltinchisi, taqatsizlik qiyrish jarayoni, bizniki oson qiyrish jarayonimizni tiziltishi mumkin. Undaqda bu biz taqatsizlikdan qandaq saqlana olamiz yoki sabrchanlikni qandaq yetildirmiz degan vaqtida tövəndə mən sabrchanlikni yetildirish usullari va sabrchan bo'lishni mashq qilish to'g'risida o'zimning izlanganlarini qisqacha qilib qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pinchimiz bilgandek, biliq tutish odatda insonlarning sabrchanligini yetildiradigan yoki sabrchan bo'lishni mashq qildiradigan yaxshi usul deb qaraldi. Chunki biliq tutmoqchi bo'lgan insonlar ba'zida suv bo'yida necha soatlab saqlashga to'g'ri keldi. Uningdan boshqa chiroyli rasm tortish bo'libmi uchar qush yoki yovvoyi hayvonlarni rasmga tortishmi alohida sabrchanlik talab qiladigan ish bo'lib, u orqali sabrchan bo'lishni mashq qilish mumkin. Hammamizga bo'libmi ma'lum yoshdan oshgan odamga nisbatan sabrchanlikni yetildirish uncha oson bo'lmas kerak. Bo'libmi shu taqatsiz bir insonningki ko'ngan odatini o'zgartirib sabrchan odamga aylanishi texmi qiyin. Ammo mutaxassislar kishilarning sabrchanligini yetildirishga yordam berish uchun tuvandagidek tavsiyalarni o'tirg'a qo'ygan. Uning birinchisi, odamni bezor qiladigan ahvollardan burun uningga ro'yi jihati tayyorlik qilish. Ya'ni biz har qanday ish qilgan vaqtida tasodifiy, ya'ni biz umid qilmagan, o'ylab boqmagan tasodifiy voqealar, ya'ni odamni bezor qiladigan ishlar yuz berish ehtimolligini oldin o'ylab uningga ro'y jihati tayyorgarlik qilgan vaqtida biz aldirab uningga taqatsizlik qilmasligimiz mumkin yoki sabrchan bo'la olishimiz mumkin. Ya'ni bu jihatda ro'y tayyorgarlik qilish bu sabrchanlikni yetildirishda nihoyatda muhim. Ikkinchisi, odamni rahatsız qiladigan yoki g'azablantiradigan ishlarga taqobil turish strategiyasini yetildirish. Bu mutaxassislarning qarashicha mashq qilish orqali yetildirib bo'ladigan ish deb qaralmoqda. Uchinchisi, salqin tafakkur qilishni mashq qilish. Odam tafakkur qilmagan vaqtida oldirab xato hukm chiqarishi mumkin. Oldirab chiqargan xato hukm bizni pushaymon qiladigan so'z harakatlarga bizningki shu pushaymon qiladigan so'z harakatga sabab bo'lishi mumkin. Tafakkur qilish odamni salmoq qildi, to'g'ri hukm chiqarishga yordam qildi. Ya'ni bu salqin tafakkur qilishni mashq qilish shu bizningki sabrchanligimizni yetildirishimizda nihoyatda muhim. To'rtinchisi, taqatsizlikka sabab bo'lgan omillarni bayqash va har doim o'zimizni eskartib turish. Shundaq ahvolga duch kelgan vaqtida temkin va salmoq bo'lishga tirishish. Beshinchisi, minnatdorlik tuyg'usini yetildirish. Ya'ni tadqiqot mutaxassislarniki tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida minnatdorlik tuyg'usi kuchli kishilar texmi sabrchan bo'ladi ekan. Shunglashqa bu mutaxassislar insonlar o'zlariniki minnatdorlik tuyg'usini yetildirish orqali sabrchan bo'g'il buldi deb qaraydi.
Altıncısı hizdaşlık duygusunu güçlendiriş. Özünü, yani başkalarını, özümüzni başkalarının ornuna koyup oylap beqish. Başkalarını tushunishga tirishish. Taqatsizlik bilan başkalarını renjitgan vaqtida ularning qandaq his tuyg'uga keldiganligini o'ylab ko'rish. Yani özümüzni başkalarının o'rniga qo'yib o'ylagan vaqtimizda, yani bizning başkalarga bo'lgan hissdoshlik tuyg'umuz kuchli bo'lgan vaqtidami bizda savrchanlik yetilishi mumkin. Bu mutaxassislarniki qarshi. Yettinchisi, yaxshi anglag'uchi bo'lishga tirishish. Özümüzni qiyin ahvollarga yo'liqqan vaqtida, özümüz qiyin ahvollarga yo'liqqan vaqtida bizga tasalli beradigan odamga qanchalik tashna ekanligimizni o'ylash, özümüzni başkalarının o'rniga qo'yib, shu başkalarga quloq berishni mashq qilish. Bumi savrchanlikni yetildirishda muhim deb qaralgan usulning birisi. 8-si keng qo'saq bo'lishni mashq qilish. Keng qo'saqlik yolg'iz qarshi tarafni rahat qilib qolmasdan o'zimizdagi rahatsizlikni to'valtishi mumkin. Keng qo'saqlik krizisni tinch usulda hal qilishda nihoyatda muhim bo'lib, bu keng qo'saq bo'lgan odamlar odatda salmoq, temkin bo'ldigan bo'lib, u orqali biz özümüzün savrchanligini yetildirgili bo'lutken. 9-si planning sirtida yuz bergan har qanday tasodifiy voqeaga farqli nuqtadan qarashni mashq qilish. Masalan, safar ustida mashina yoki avtobus buzilib qolgan vaqtida diqqatni buzilib qolgan mashina yoki avtobusga markazlashtirib olmay, şu mashina buzilib qolgan rayondagi atrofdagi manzara yoki yangiliklardan huzur ilishga tirishish, şu yangi muhitdagi kishilar bilan yoki atrofdagi kishilar bilan paranglashib suhbatlashish, ya'ni bizningki diqqatimizni u ko'ngilsiz ishlardan boshqa yerga burash orqali o'zimizningki taqat qilishni yetildirish. Bumi shu mutaxassislar o'tirg'a qo'ygan savrchanlikni yetildirish usullari yoki savrchan bo'lishni mashq qilish usuliniki muhim bir qismi. 10-si, yani eng oxirida eng muhimi yaxshi ishlarningki bir kechada barliq kelmaydiganligini, uning uchun izchillik bo'lish kerak ekanligini tonib yetish, her daim özümüzün esiga silish, güzel nishonlarga yetish uchun savrchanlik bilan izchil tirishchanlik ko'rsatishninki muhimligini o'zimizga har zaman ta'kidlab turish. Ammo shu orqali biz o'zimizningki savrchanligini yetildirishimiz mumkin. Bular meningki shu savrchanlik to'g'risida izlanganlarim. Minglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida Allah hammamizningki zihnini ochiq qilsin, tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.